Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Men sening ko'changdan o'tmasman zinhor. Mening bu olamda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor. Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Sen ichgan buloqdan ichmasman aslo. Sen yurgan tog'larda qolmagay izim. Sen kechgan daryodan kechmasman aslo. Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Qalbingni yoqmasin shubha va so'roq. Men o'zga manzilga tikkanman ko'zim. U sening kulbangdan juda ham yiroq. Abdulla Oripov, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida tug'ilgan. O'rta maktabni oltin medal bilan tugallab, O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan. Sharq yulduzi jurnalida adabiy xodim, bir qancha nashriyotlarda muharrir bo'lib ishlagan. Dastlabki she'rlari 1957-yilda, o'zbek she'riyatida o'ziga xos voqea bo'lgan Mitti yulduz nomli birinchi kitobi esa 1965-yilda nashr etilgan. Uning 60 ga yaqin to'plamlari turli yillarda chop etilgan. Abdulla Oripovning ko'plab she'rlari ham xorij tillariga tarjima qilingan. Adib tarjimon sifatida buyuk italyan shoiri Dantening ilohiy komediyasini mahorat bilan o'zbek tiliga o'girgan. Pushkin, Nekrasov, Shevchenko, Ukrainka, Hamzatov, Kuliyev singari qardosh shoirlarning she'rlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Abdulla Oripov dostonnavis va dramaturg sifatida ham ma'lum va mashhurdir. Xususan, Sohibqiron she'riy dramasi va Istiqlol manzaralari dostoni shoirga katta shuhrat keltirdi. Abdulla Oripov shuningdek O'zbekiston Respublikasi madhiyasi matn muallifidir.